Podshohxon, siz qachon kelasiz? Saroyimizda eshiklari ochuv. 9 dan 8 gacha ishlaymiz. Yangi filial ochganmiz. Yangi saroy ochganmiz. Saroyimizda sizni kutamiz. Eski saroyimizga ko'p borgansiz. Yangi saroyimizga ham keling. Tovarlarni zo'r kelgan bor. Issiq ushlaydiganlaridan kelgan. Material sifatini o'zingiz tushunyapsiz-a, nimaligini. Hujjatlarimiz kelishyapti, shuning uchun obzorimizni sal sekinroq qilamiz. Qaranglar, buni ham mana shunaqa qaltirib apash yoqa qilib kiysanglar bo'ladi. Mexlari yechiladi, kapshonlari ham yechiladi. Hammasi bittada. Bizda skidga ketayotganini o'zi ham hamma bildi, butun dunyo bildi. Faqat siz hali ham shu narx so'rab o'tiribsiz. Kelish kerak, tez olish kerak. Tasmaligi, zamokligi, kurtkalarning har xilidan bor. Ranglari ham xilma-xil. Napolnitilli, napolnitilsiz, razrezli, razrezsiz, har xilidan bor. Vыборlarimizda juda ko'p. Bularni menimcha shu do'konda ham obzor qilib bo'lishdi shekil. Ranglarini ko'ringlar. Xilma-xil ranglardan kelgan. Bularni xudo xolisa mana shu palto do'konimizda davom ketsanglar bo'ladi. Lakasi kerak bo'lsa, prosta manzil deb yozib keting. Xudo xolisa lakasiga tashlab beramiz.